آمد به یک بار غمی نیستی را نالم یا غم یار غمی نیستی را پرهایش ندارم مرا کشت غم یار Сәлем достар, арнама хош келдіңіздер. Мен Ауғанстандамын, Тахар уәлияты, Талуқан қаласы. Бұл шығарылымда Ауғанстанда өмір сүріп жатқан қазақ қандастарымызбен танысатын боламыз. Сіздердікі ғой бұл жер, иә? Бұл жерлер қамасы біздікі. Сіздерге өзіміз күшті қыламыз. Талуқан қаласына іргелес бірыңғай қазақтар тұратын қазақ ауылында, қазақ отбасында бір жұма қонақ болдым. Қазақстаннан келгенімді естіп, 7 жастағы баладан 70-дегі қарияға дейін осындағы қандастарымыз маған келіп сәлем берді. Ауғанстанға келген соң ең бірінші жұмысым Тахар уәлияты мәдениет басқармасы бастығының құзырына барып, осы аймақта фото-видео түсіруге, емін-еркін жүріп тұруға рұқсат алдым. Әрі өзінен кішігірім сұхбат алдым. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл кісі соғыстың ортасына тікелей кіріп баратын аса жауынгер мужахид болған екен. Sizga aytib qo'ysam, lillahi alhamd, Afg'oniston mamlakatida muxtalif qavmlar birga yashaydi. Pashtunlar, tojiklar, o'zbekchalar, qozoqlar, turklar, arablar, bular Afg'onistonda yashaydi, alhamdulillah. Misli bir birodar, bir xonavadalar, hammasi bir-biri bilan shunday yaxshi ta'alluqot, yaxshi taom, yaxshi raftor raviyasi bor. Boz ham sizni savolingizga aytmoqchimizki, Taxor viloyati Afg'oniston shamoliga qarori bor, taqriban bu yerga 40 mingta 50 ming qozoqlar yashasa, bular masalan shu muddat toki bizni kinorimizga zindalik qiladi, boshqa qavmlarni hech mushkulot bularga ham yo'q. Ayni afg'on tobiati bularga berilgan, falan afg'on bular Afg'onistonga hamma qavmlar huviyat ma'nosiga huviyati bu, buni afg'on, biz hamma afg'on bo'lamiz. Va qozoqlar ham Taxorga, Ulusvoli, Xo'jag'or, Eshkamish, Istiqola va Bahorak va markazi Taxor shularda yashaydi. Misli bir birodar inoqadek bizni kinorimizga, tobiati Afg'onistonga hech mushkul bularga yo'q. Unvon hech kim ayta olmaydi. Bu qozoq, bu o'zbekcha, bu boshqa afg'on, biz hammamiz afg'on. Shularga tavallud bo'lganmiz, shu yerga yashaymiz, shu yerga ozod zindalik qilamiz, o'qiymiz. Hech mushkul bizga yo'q. Hukumat hamma mardumga bir imtiyoz qoyil, hech mushkulot yo'q. Ularda arzishi, farhanglari, musulmonchiligi hammasiga hurmat qoyil bo'lsa, hurmat ko'rilsa. Hech mushkulot, qiyinchilik bu vatanga yo'q. Rahmat. Ruxsat qog'ozimni olgan so'ng, мүмкіндігім жеткенше Тахар уәлиятындағы қазақ ауылдарын аралап, осында өмір сүріп жатқан қандастарымызбен танысып, хал жағдайларынан хабар алдым. Сіздің аты жөніңіз кім? Менің аты жөнім Қахман Рашад, фамилиям Азат, әкемдің аты Мұхаммад Амин. Біз осы Ауғанстанда, Тахар облысында Ганжелбек деген ауылында тұрамыз. Біз Ауғанстан қазақпыз, Руым Қоңырат, Сарғыбаш қазағымыз, осы орта жүзде қараймыз. Үйленгенсіз бе? Үйленгенмін, бір балам бар. Қазақстанда қандай оқуда оқыдыңыз? Су ресурстары. Менеджмент. Алматы қаласында. Алматы қаласында. Сіз оқыдыңыз о жақта, сол жақта Қазақстанда қалуға тырысып көрмедіңіз бе? Тырысып көрдім, бірақ болмады, ешкім көмектеспеді. Ана көші-қон агенттігі деген бар, бізде соған жүгініп көрдіңіз бе, көмек сұрап?
оған барған жоқпын. Бірақ кейбір туысқандар бар, сол жаққа тұрған еді, қазақ еді. Олардан бардым, сөйлесіп көрдім, сұрадым, бірақ олар көмектеспеді. Көмектескен жоқ, иә. Ал бірақ енді қазір Қазақстан үкіметі сізге көмек беріп, Қазақстанға шақырса, көшуге дайынсыз, иә? Әрине дайынбыз. Әке шешеңізді, балаларыңыз бәрін алып кетесіз. Әке шешем қайтыс болған. Ағаларым бар, сіңлілерім бар, қарындашларым бар. Жақсы, керемет. Енді сіз Қазақстанда тұрған болсаңыз білесіз, бізде шетелден келген қазақтарды негізінен Қазақстанның солтүстік жағына орналастырып жатыр, иә? Ол жақтың қандай суық екенін білесіз. Егер сізге айтса үкімет, сендерді көшіреміз, көмек береміз, бірақ сол солтүстік жақта, суық жақта тұрасыңдар десе, келісесіздер бе? Келісеміз. Ешқандай қарсылығымыз жоқ, иә? Қарсылығымыз жоқ. Жақсы. Afg'onistonda qazog'i, ko'pni qazog'i bor. Afg'onistonga agar bizda Afg'onistondan ham agar Qozog'istonga bormaydi, shu yerga ko'mak qilsin, bizga maktabimizga ko'mak qilsin, qudug'imizga ko'mak qilsin, qurbonlik shu mardimoy faqiroy bechoraga qurbonlikqa ko'mak qilsin, berga kliniklarda jo'llasin, mardimga davo darmon bersin, shu mardimning mushkulini Qozog'iston ko'mak qilsin-ki, mushkulini barobarda qilsin. Mardimlar aytadiki, Afg'onistonga qozoq yo'q, qozoq bor. Biz Qozog'istonda qozog'iz. Bir odamni kindigini qoniki bir joyga tushadi, shuni orzusiga bo'ladi. Bizni bobo va ajdodimiz bu vatanga dafn bo'lgan. Biz shu vatandan nafarimiz. Qozoq yerine yerga. Bizning umidimiz shuki, podshoh Qozog'iston agar bizni u yerga olib bormaydi, shu yerga shu nupusimizga ko'mak qilsin. Chaqirmasa, tim qursa o'sha yerdagi qozoqlarga ko'mak qilsin. Agar chaqiradi, nur olanur. Agar chaqirmaydi ham shu nupusimizga berga ko'mak qilsinki, qanday ko'mak kerak sizlarga bu yerdagi qozoqlarga? Bizga g'alla ko'mak qilsa yetadi. Har narsaga ko'mak qilsa shu o'zining o'zining namoyandasi biz Afg'onistonga kelsa bizga yetishadi. Ne dedi? Tushunmadim. Endi mekteplar bo'lsa, berga yo'l bo'lsa, ichimlik suvlar toza. Muallimlar bo'lsa, kitoblar bo'lsa, bildingizmi? Bizning muallimga zaruratimiz bor. Biz ba'zi muallimlar kitoboy o'zbekcha bo'lgan, to sinfi 9ga davr bildingiz. Muallim nima maslaki yo'qdir, bildingizmi? Ya'ni Qozog'istondan muallim jibirib bolalarni qozoqcha o'rgatsin. Zubonni o'rgansa, so'ngasam bu vatanga bordir. Muallim maslaki yo'qdir, bildingizmi? Boyat bergan maktablar tuzatsa, muallimlar bergan kelsa, mardimga dars bersa, bildingiz? Atangiz kim sizning? Meni otim Hamid deydi, otamning oti Mahmud. Agar aysangiz 7 pushka davr o'lisini ham bayon qilaman, bildingizmi? Barib jet atangizni bilasiz-ku. Aya, bilaman-da. Mahmudbek deydi, Mehmatbek deydi, Qarabek deydi, Yusufbek deydi va Murodbek deydi. Oxirin bobo kishilarimiz Sultonbek deydi ekan, shu Qozog'istonda Qizil Urdo degan yerdan shundan kelgan ekan. Otalarimiz shunday bizga bira kecha zamistonlar uzoq kechalarga shuni bizga hikoyat qilishadi. Bizga Qizilorda degan yerdan kelgan. Qo'ng'iratsizlar, ya? Qo'ng'irat bizdan, bildingiz? Bizni ziyodlar mushkulimiz shu kitoblarga, muallim maslaki bildingiz. Biz asl agar qozoq ham bo'lsak, nisbi lisonimiz bildingizmi, har joqdan arabiy, pashto, o'zbekcha bo'lak nimalar bir joyga jam bo'lgan. Asl ba'zi sizli lablaringizni, tillaringizni biz bilmaymiz haqiqat bo'lsa, bildingiz? O'zingiz ne жұмыс istaysiz? Men shu maktabga bir 15 yil bo'ladi sarmalim, men shu nimaga ishlayman, bildingiz? Qay fanni muallimsiz? Nima boshqa muallim? Men sarmalimman 6 soat bosh muallim. Qanday sabaq beradi? Nima sabaq berasiz? Matematika, Mektep boshlig'i. Mektepning direktorisiz o'ysiz. Tushundim. Ayelingiz жұмыс istaymaydi. Necha bolangiz bor? Meni 7 bolam bor. Jana bir ikkitasi qizlar ham sizni bilangizga musohiba berdi, bildingiz? 4 ta 5 ta qizim bor, 2 ta o'g'lim bor. Mana shu uy ham meni uyimdir, bildingizmi? Aya. Bu sizning uyingiz qo'y. Aya. Keremet, yaxshi. Endi siz Qozog'istonga ko'shuga qalay qaraysiz agar chaqirsa? Biz ham shu orzumuz shu boramiz. Doimiz. Qabul olasizlar, ya? Qozog'istonga qabul olamiz. Жақсы, keremet. Құрметті достар, міне тағы да бір қазақ ағамызбен танысып отырмыз. Жергілікті радиода тілші екен. Бұл кісімен де танысып білсек, руы қандай, қанша бала шағасы бар, бұл жердегі өмірлері қандай. Аға, енді сізден ең бірінші сұрайтын сұрағым, мына сіздің сақалыңыз, иә?
Бұл сақалды сіздерден тәліптер, талибандар талап қыла ма қойыңдар деп, жоқ өзіңіз қойып алдыңыз ба? Рахмет апа, сізден кездескенімізден өте hem қуанамыз, тәшәккүр етеміз. Сіз бізге келдіңіз, ауған елге біздерден сұрағылар сұрайсыз. Менің атым Барихал Мухаммад Махмуди, Тахар Milli радио телевизионыға журналистмін. Бұл жерге фарсчаға, өзбекчеге, түркистіге хабарлар таратамын. Қазір біз өзім урогым орта жүз içinde Найманда Барақ içinde biz şu Барақ қазақтарданбыз. Қазір біздер Тахар қаласында мына іштеміз ауыл деген бір ауыл, кәтті ауыл бар. Найман қазақтар, я Барақ қазақтар дейді. Осы жерге жасаймыз. Мына қазір сіз айтып келдіңіз, мына сақалыңды қалай қойдың. Бұл сақал bundan aldın, sakalımız yok idi. Қазір Taliban bunu talep kıladı, sakal koyu deydi. Bu İslam diniga hem sakal sünnet. Yine hem rahmet sizden Asyapa. Mana keldiniz, bizden sorular soradınız, biz Afgan Kazaklardan. Қазір bir meseleni aytib o'tishim kerak. Biz қазір mana жаңалықтан bir madaniyat o'rtalig'i ochdik. Farschaga Kanuni Farhangi Qazaqhay Afg'oniston deb. Unda biz butunlay qozoqlarning ichida Mazar qalasida bor, Ulus qalasida bor, mana Taxar qalasida biz komissiya irtibotot, mana tilchisi biz. Endi biz o'z bolalarimizga til o'rgataylik desak, birinda qozoqni yaxshi bilayotgan muallimni keltirib bergan, unga aqcha beraman desak, bizda aqcha yo'q. Bizde жағдай жоқ. Енді оны біз өз елімізден, аталарымыздан, әкелерімізден, сондай қазақ елімізден, қазақ президентімізден Қасым Тоқаев Мырзадан істейміз. Осындай мәдениет орталықтарға бізге көмектесsin, біздерге мұғалім берге, оларға мұғалімге енді ақша берсін. Біз тілді жақсы үйренейік, мына балаларымыз жақсы үйренсін. Одан кейін Қазақстан бар, Қазақстанға оқысын, Қазақстанға бір нәрсені білсін. Одарам айтсақ ке, бұлар қазақтарымыз, біз айтсақ, біз қазақпыз десек. Қазір біз өзіміз бір аз қазақшаны үйренгенімізде бізді балаларымыз түсмейді. Бізді аталарымыз қазақшаны ұнытып жібердікті. Қазір фарсча сөйлейді, өзбекше сөйлейді. Осындай, сондықтан мына айтады, бұлар ауғандар қазақ емес дейді, қазақ емес деп ойлайды. Қазір енді біз қазақшаны жақсылап үйреніп, одан кейін өз ата жұртымызға барып, өз жерге жұмыс істесек, өте жақсы болады ғой. Осындай, Ауғанстанда қазақ кітабы жоқ, қазақ мұғалімі жоқ. Осындай біз мені фарсшаға оқимыз, өзбекчеге сөйлейміз, естуге. Сондай өз тілімізді ұнытып барапыз, ұнытып кетіппіз. Әгерде бізден кейін hem бізді балаларымызға қалып кетсе, қазақша білкүл ұнытылып кетеді. Мұндағы әр қазақтың көзінен ата жұртқа деген сағынышты анық көруге болады. Мүмкіндік болса, мемлекеттің шақыруынсыз-ақ тап қазір көшуге дайын. Алайда қағаз бастылық пен қаржының жетіспеушілігі қол байлау болып тұр. Достар, мына жерде бір қазақ отбасы мене келе жатырмын. Уалейкум ассалам, жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалдыңыз? Қош болды. Қандайсыздар, жақсы отырсыздар ма? Міне достар, бір қазақ отбасының мене келе жатырмыз. Ауғанстан Тахар аймағы. Бір қазақ отбасының үйі. Бисмиллахиррахманиррахим. Апа, саламатсыз ба? Қонақтар келді. Саламатсыз ба, апа? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Жақсы отырсыздар ма? Қазақша түсінесіздер ғой, иә? Қазақша түсінесіздер, Сіздер бәріңіз қазақсыздар, иә? Бәріңіз қазақсыздар, Руларыңыз қандай сіздердің? Бұрығыңыз. Орта жүз. Қазір міне қазақ отбасының
үйіндеміз. Қазір үйлерімен танысып шығамыз. Мына осы кіреберіс бөлме, міне қонақтардың барлығы осы жерде отыр. Қазір мына жақтағы бөлмесіне. Бұл мына жақ қандай бөлме? Бұл қана қандай қана бұл? Bu xona o'tirgich xona. Отыратын бөлме бұл. Ha, ana shu. Bu xona o'zlarimizni gilamlarimiz. Bularni qarang, o'zlarimizni gilamlarimiz, o'zlarimiz to'qiymiz. Buni qo'ldan to'qqan. Ha. Жер ауып алыс кетсе де, 40 жыл соғыс көрсе де, мұндағы қандастарымыз қазаққа тән қонақ жайлылығынан жаңылмаған. Тым қарапайым өмір сүрсе де, бәрі мені қонаққа шақырып әлек болды. Мұнда барған үйіңіз бас тартып бал татқыза алмаса да, шын ниетпен қарсы алғандары қарын тойғызардай. Құрметті достар, біз міне Тахар облысына қарасты ауылдың аты қандай? Шураби Қазақ. Шураби Қазақ деген ауылында тұрмыз. Бұл ауылның тұрғындарының негізгісі барлығы қазақ екен. Қазір өздерімен танысамыз. Қазақша түсінесіздер ғой, ә? Алыңыз микрофон. Bismillahirrahmanirrahim. Men avval o'zimni ma'rifa qilaman. Hoji Abdurazzoq, farzandi Hoji Mahmad Nazar. Qozoq qavmlar bo'lamiz. Bobolarimiz, ajdodlarimiz taqriban yuzlarcha yil peshlar kelgan bu yerga. Bizga hanuz shunda aytib ketganlarki, bizni zotimiz qozoq. Merosi qozoq bo'lamiz. Ota bobamiz aytib ketgan. Qozoq zamonda vaqtiga qozoqni ruslar ishg'ol qilgan vaqtga bir mardimlarimiz qozoqdan firor qilgan, muhojir bo'lib kelgan Afg'oniston sariga. Badiga bir qurug'lik kelgan, qimmatchilik kelgan, unda kelganlar. Shu gaplarni bizga bobolarimiz aytar edi. Biz Qozoqdan kelganmiz der edi. 4 ta o'g'lim bor, 4 ta qizim bor. Ayelingiz necha? Birta. Balalarınız Kazakistan'a baram dese jiberesizmi? Bali. Hoji Mahmad Musa. Musa ata, ayta beriniz. Ruhunuz qanday? Ata babanız qay jaqdan keldi bilasizmi? Hamma shu yoqdan kelgan, hamma birlarga katta bo'lganmiz. Shular hammamiz bir yergamiz, bir mantiqaga, bir qishloqamiz. Ular shaharga, biz mana mardimana qishloqamiz atrofga. Ya'ni shu gaboyti shu gapiradi, hammasini rost aytadi, shu bilmadim. Shu yoqdan kelgan, shu ota bobamiz aytar ediki, biz Qozoqdan kelganmiz. Bobamiz aytar edi, otamiz ko'ra tavallud bo'lgan. Qozog'istondan kelganmiz deb ata babangiz aytadi. Bobamiz aytar edi, ha. Biz Qozoqdan kelganmiz, mana shunday ustimizga qaysi urush bo'ldi, voshlikdan shu hisobga kelganmiz deb aytar edi. Shu vaqtda biz bacha edik, eshitar edik ana. Kichkintoy kezimizda. Ana ular ketdini, biz qolmish o'rgan, biz ham dafai avvalgi ko'rganimiz sizlarni mana shu dafa degan. Sizlar ham bizdan xabar bo'libsizlar, biz ham. Qancha bola chaqangiz bor? Meniki 6 ta o'g'lim bor, 2 ta qizim bor. 6 o'g'lingiz, 2 qizingiz bor, ya? Necha ayelingiz bor? Bir ta. Bәрінде екеу неге сіздерден біреу? Xo'p, mardim o'zimiz Shuncha qinoat qildik bizlar. Birtaga shu Keyinga qolgan qozoq edik, shu birtasiga qinoat qilibmiz. Biz mardim Qozoqmiz. Qozog'istondan ko'chib kelgan vaqtiga bobo-bobokalarimiz, momalarimiz vaqtiga o'tib kelgan o'rislikdan. O'ris vaqtdan zamoni biz kelib nasha o'ltirib qolganmiz shu yerga. Mana bizni nimamiz tazkiram deyin nima so'rasangiz, menimda mana shu afg'onni bergan. Men qozoqis boshqa nimamiz yo'q. Boshqa hammamiz Qozog'istondan kelganmiz. Qozoqmiz, bobo-bobokalarimiz, momalarimiz, yetib ishlimiz Qozoqdan kelgan. Qozoqdan o'tib kelganmiz. Hamma shu bizni ham boboy-bobokalarimiz Qozoqdan kelgan ekan, qozoq ekanmiz. Bizni olib kelsa, qozoq olib kelsa boramiz. So'g'dan qo'rmaymiz, vatanimiz ekan, boboy-bobokalarimiz vatani ekan. Boramiz bizni olib kelsa. Bolalarimiz o'qimaydi, bu yerga o'qigan bilan ishi yo'q, bekor hammasi. O'qisa, Qozog'iston borsa, o'qisa deymiz, biz ham aytamiz. Dostlar, mine bugun men tag'i da bir qozoq otbasында qonaqda o'tirman. Men Qozog'istondan keldi deb qonaqqa chaqirgan ekan. Bir qizig'i, bu uyning otag'asi 2 ayel algan. Bular da qozoq otbасы. Bu 2 ayelмен birge осы bir uyda turadi. Және үлкен ayelde, кіші ayelde bir-бірімен қарым-қатынастары өте жақсы, bir uyda turadi. Қалай осылай жасауға болады, соны өздерінен сұрап көрейік. Бірақ бұл кісілер де өкінішке орай қазақша аса сөйлей алмайды, сондықтан сұхбат өзбек тілінде жүреді, ал қазақша аудармасын экранның астынан оқып отырсаңыздар болады. Ассаламалейкум. Яхшы, рахмат. Сіз өзіңіз қазақсыз.
ikkita xotiningiz bor ekan, hammangiz bitta uyda turasizlar. Shu qanday qilib turyapsizlar? Shu haqida tushuntirib bering. Shu mikrofonni olib tushuntirib bering. Bizni nima mushkulimiz yo'q. Yaxshi yashayapmiz. Mana bu katta xotinim, bundan mayda xotinim. Mana 10 ta avlodimiz bor. 10 ta. 6 ta katta xotindan, 4 ta mayda xotindan. Xudoga shukr, yaxshi bir uyga zinali qilamiz, bir joyga zinali qilamiz. O'zingiz nima ish qilasiz? Men injenerman, elektronika injener. Bu ishda oilani boqish sizga qiyin emasmi? Yo'q, hech mushkul emas. Chunki bu yerda xotinlar ishlamaydi. Hamma mas'uliyat sizning o'zingizda. Yo'q, bizga hech mushkul yo'q. Dostlar, meni bugun mine Afg'onistonda bir o'zbek otbasi qonaqqa chaqirdi. O'sha uyda o'tirman. Qozog'istondan qonaq kelibdi, kelingiz deb qo'ymay uylarine chaqirgasin keldim. Bu uyning otbasining uli bizde Qozog'istonda Ahmet Yassaviy universitetinde o'qiydi ekan. Hozir u kishi bilan suhbatlashamiz. Salam. Salomatsizmi? Xush keldingiz. Men Temurshoh Bahoviy bo'laman. Qozog'istonda o'qiysizmi, ya? Ya. Qay qalada o'qiysiz? Qanday universitetda o'qiysiz? Qanday bo'limda o'qiysiz? Barini o'zingiz aytib bersangiz. Men MQTda Ahmet Yassaviy universitetida, Turkiston qalasida Jalp meditsina fakultetida o'qiyman. 5-kurs studentiman. Ya. Qozog'istonga borganimizga biroz yil bo'ldi. Sol men Qozog'istonning sol kulturi birday bo'lgani uchun öğrenip qoldik Qozog'istonga. O жақта da sol dostlarımız, bavurlarımız öte ko'p. Gruppalastарды men жақсы tushunamiz. Қазір сабағымыз жалғасып жатыр Qozog'istonda. Бары жақсы. Жалпы медицина өзіңіз білгендей 7 жыл Qozog'istonda. Biz 1 жыл дайындық оқимыз. Сол мен Qozog'istonda 8 жыл оқимыз медицина факультетini. 5 жыл Turkistonda, ары қарай Chimkent қаласында 2 жыл Chimkent қаласында жалғастырамыз. Өзіміздің мемлекетте келіп істеу дұрыс. Өзіміздің халқымызға, өзіміздің немізге қызмет ету менің бірінші мақсатым. Егер де сондай бір мүмкіншілік болмай қалған жағдайда басқа бір мемлекетте жұмыс істеу мүмкін. Түркия ма или Авропа елдері ма, сондай бір жерде егер Қазақстанда болса жаман емес. Қазақстанда да мүмкіншілік болса, я дайынмыз. Ол жерге де қызмет етуге дайынмыз. Әкеңіз ғой, Я, олар әкем болады. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, sog'-salomat kelibsiz. Qanday yerlarga qiyinchilik bo'lgan bo'lmasa, azob tarqamasa issiqlar bilan qanday bo'lsa bizlarni muhabbat qilib, yo'qlab kiribsiz, xush kelibsiz bu yerlarga. Qozoqlar ham bizlardan qarindoshlar, uncha qiyin ishlamayman ularda. O'sha yerlarga ish topsa, borsa kelsa. Biz endi Qozog'istonda turk millatda, bizlar ham turk. Mümkün ota babalarımız şahlardan kelgan bo'lsa, bizga o'sha bolalar nima begona emasmiz. Ya'ni qozoqlarimizlar og'ayin hammamiz. Agar o'g'lingiz bir qozoq qizga uylanaman desa, qanday qaraysiz bunga? Qabul qilasizmi? Yaxshi ko'rib olsa, yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi ko'ribsa, qiyin emas degan. Endi bugun meni shunday uyingizga mehmon qilib chaqirganingizga sizga katta rahmat. Salomat, xush kelibsiz. Beş minut içinde dayın bo'ladi deydi. 5 minut. 5 minut içinde dayın bo'ladi. Quramında sol qand, sut, kebir banan, mango poset. Jana quyib olib kelib, o'zlay ayналдыра berasiz, мороженое chiqadi, ya. 5 minut içinde dayın bo'ladi. Balmuzda yağdı. Бағаларында so'rab ko'rasiz. Ya, бағалары qanchadan? Qanday seriyaga ochsam, shurmaydi, qanday. Bu Afg'on ақшасымен 100 afg'onidan 500 afg'oniga дейін мороженое бар. Қазақ несімен, теңгесімен сол 250-дан басталады. 250 теңгеге дейін
Tarihlilari bor. 250 tengeden 1000 tengege дейін, ya? Qana ko'p azdığına qaray mı әлде? Azdığına qaraydi, nesine qaraydi, damına qaraydi. Құрамына қосқан заттарға қарайды, ya? Жақсы, түсінікті. Қазір көрейік, 5 минутта дайын боламын екен. 5 минутте дайын болатын бұл балмұздақ Ауғанстанда кеңінен таралған. Дәмі тіл үйреді. Кәдімгі біздің базардағы сияқты киім кешек, әйелдердің заттары, моншақ дегендей. Бұлар да сол кәдімгі бұрынғы ескі туымен, е? Ал қазіргі талибандардың туы бар ма? Оларды жасамаған әлі, е? Жақсы. Бұл жақта да барлығы сол Қытайдан келетін шығар заттар, е? Пакистаннан да келеді, е? Әртүрлі мемлекеттен келеді. مسجد می روی زودتر برای سبز بناز می آید محرم راز می آید Ауғанстанның Дешті қала аймағында жүргенімде, қандастарымыз осында орналасқан грек патшалығына тиесілі болған Айханум деп аталатын көне қаланың орнын көруге алып барды. Жолда кетіп бара жатып, көлігіміз бұзылып, тарихи орынға жаяу бардық. Кезінде дүркіреп тұрған патша қаласы болған бұл жер бүгінде дала болып бос жатыр. Ауған үкіметі, яғни тәліптер бұл жерді қорғауға алған. Кез келген адам бұл аймаққа кіре алмайды. Бірақ менің рұқсат қағазым болған соң, талибан әскерлері еш қарсылықсыз өткізіп жіберді. مسجد می روی زودتر برای سبز بناز می آید محرم راز می آید کار عاشقی پیش از نماز سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید Амудариядан ауланған балықтарды осы жерде сатады екен. Бұл жер Тахор провинциясының Дешті қала деген жері. Жалпы осы Дешті қала деген сөзі сіздерге қалай ыстық естіліп тұрған жоқ па? Осы жердің аты Дешті қала екен. Har raqam balıqlar berge bolamı. Omu daryonu balığı. Bunu biz laka balık deymiz. Laka balıklar Omu daryo laka balığı. Bu süt balık. Bu laka balık. Bu bunda görürsünüz toza getirip yumurtası yan var da.
Soatda takriben 8 dolarga. 8 dollar bo'ladi. 8 dolar. Aha. Va bu dolarda har kilosi 10 dolar. 10 dollar. 10 dolar. Bu bunda ustixon yo'q. Bulan go'sht. Bulan baliq. Mana bu yerda bu meni kardeşim. Aha. Sizlar memonligingiz uchun sizlarda baliq beradi bu. Tashakkur. Надежда қала базары достар. Көріп тұрғаныңыздай тек қана ер адамдар бұл жерде бидай сатады екен. Бидай, арпа сатады екен. Bu yerda buğday, arpa. Arpa deymiz. Sizlar ne deysiz? Arpa deymiz biz. Arpa har sotiladi. Suyeri necha arpa bilan buğday? 150 Afg'onida va dollarda 2 dolar. Har bir ser buğday 2 dolar. Bir seri 7 kilo bo'ladi. Дешті қала аймағының көрікті жерлерін көріп, табиғатына тамсанып, тарихи жерлерін тамашалап, Амудария балығына тойып алған соң, қандастарымды іздеп тағы да жолға шықтым. Қазақ емессіздер ма сіздер? А? O'zbeksizmi, qozoqmi? Өзбек па? Ha, мына кісі қазаққа ұқсайды екен да, қазақ па деп қойғам ғой. Рахмет, жақсы. Дешті қала аймағында жүргенде көнедегі қазақтардың көзін көрген бір өзбек атамен танысып қалдым. Бұл кісі маған өзі танитын қазақтар жайлы баяндап берді. Leninni vaqtiga ularni keyin so'radi, baqqa o'tadi. Bu qozoqlar ham hamchinin bir tedonlari uchun qozoqoy musulmon ekan, kommunistlikni qabul etmay Qozog'istonni tark qilib marzdan o'tib Afg'onistonni bir kishvari islomiy deb birga panoh olib keladi. Shu raqam bir tador qirg'izlar va qozoqlar va turkmanlar o'sha zamonda o'tganida Afg'onistonga keyin tirikchilik qilib shu yerga qolib ketgan. Siz o'sha qozoqlarni tanidingiz-a? Men shu qozoqlarni tanidim. Bir tador kattalari bor edi, Fayzullaxon der edi. Shu yerga bizni bilan tirikchilik etar edi shu Dashtqalaga. U kishi musafir edi, ketdi Bag'lon, Boloduriy Bag'longa o'rga keyin qavmlari ko'p ziyod edi. Boshqa qozoqlar ham o'rga ko'p edi Bag'longa. Keyin u qozoqlar men o'rga tirikchilik etar edi. Keyin zamoniki berga ham Afg'onistonga inqiloblar boshlandi, kommunistlar Afg'onistonga barobaray taraki berga inqilob qildi. U inqilobi kommunistdan qochmadi, Afg'onistonga ham inqilobi kommunisti barobaray Nurmamad taraki keldi, berdan ham qochdi. Bir tedodi pas Qozog'iston ketdi, bir tedodi Arabiston ketdi, shunday paraganda bo'ldi. Bir tedodi kami fe'lan bog'langan o'sha Afg'onistonga qolgan. Bu yerni oti Deshti qala ekan. Deshti qala. Bizni Qozog'iston bu O'rta Osiyo bu yerlarni bir zamonlar Deshti qipchoq deb aytgan. Ya'ni Deshtilarni yeri degan. Qipchoq deb aytganlar. Shu bu yerni Deshti qala deb aytishi shu bilan bir bog'liqmi? Atman. Bular shu o'z vatanini nimasini zinda asrashlik uchun shu yerda Deshti qala degan. Deshti qipchoqdan qozoqlar qo'yib ketgan shu otni. Shu yerda obodchilik bergan yo'q edi. Qozoqlar kelib keyin cho'ptara sozlab, xaslardan bo'y yo'llab, buni shu yerga zindalik qilib, shu yerga Deshti qala deb ot qo'yib, terkalib ketgan Deshti qipchoqdan kelib edi. Bizlar o'y sozlovni durust bilmasak, bizga o'y sozlovni ham shu qozoqlar o'rgatgan o'sha zamonda. Bildingizmi? Keyin hukumat Zoirsho o zamonda ruslar bilan ravobitini yaxshi qildi. Xohladiki qasoyki marzi Rossiyaga Rus bilan dushmanlik qilgan, boyad bu marzdan Iroq ketsin. Bularni ivordi Helmand, Chaqonsur, viloyatoy Afg'oniston hukumati ivordi. G'arbiy Afg'onistonga bir ikki viloyat bor, banomi viloyati Helmand va viloyati Chaqonsur bir mantiqoy ob so'zon edi. Bu qozoqlarni olib borib bu yerga jo'vajoy qildi. Bir zaman keyin men maktab o'qir edim. Maktabdan sinfi 6 dan forig' bo'ldim, sinfi 12 ga shomil bo'ldim. Lisa ijroat Helmandga shu mantiqadagi qozoq ovora bo'lgan edi. Shu yerga men borib maktab o'qir edim. Shu qozoqlarni shu yerga ko'rdim. U qozoqlar bilan men gapirdim. Men aytdim, qozoqlar sizlar
bizni mantiqalarimizga kelgan edilar, berga qandoq keldilar? Aytdiki, bizni Zoirshoh ta'bid qilib sho'rga olib keldi. Avval suvimiz yo'q edi. Keyin daryoyi Hilmanddan bir ariq yo'l bo'ldi, baromi nari Bug'ro. Shu qarib vaqt biladiki, Davudxonning vaqtiga bizni yerlarimizga, bizga yer tirikchilik qilgan joyimizga bizga suv beradi. Biz daraxt bog' qilib sho'rga guzaron qilamiz dedi. Aksar balalari qazoqini yeshidan chiqargan edi. O'rgachun mantiqay pashtunishin edi. Qazoqni balalari pashtuni o'rgangan edi. Pashtu gapirar edi. Bundoq fikr qilmaylarki, bu qazoq nima uchun qazoqini bilmaydi deb. Bu qazoqlarki Afg'onistonga kelgan, ustiga ko'p mushkulot kelgan. Mantiqay pashtunishinga hol ham shu qazoqlar o'sha yerga bor, balalari pashtu gapiradi. Qazoqlar bilan ko'p ko'rishar edim. Chun meni onam qazoqlarni onalarim bilan zindalik qilgan edi. Menga u qissa qilgan edi. Ki biz qazoqlar bilan birga tirikchilik qilar edik. Qazoqlar Hilmandga ta'bid bo'lgan. Sen Hilmand bording, ularni ko'rdingmi deb. Men ekan onam zinda edi. Men onamga uni bu yerdan ko'rib kelib, onamga qissa qilar edimki, men qazoqlarni ko'rdim, siyosatlarini ko'rdim, kampirlarni ko'rdim. Sizlarni ko'rgan ekan, menga qissa qildi deb onamga aytib bergichadim. Onam keyin inqilobga kommunistlar o'ldirdi, onam shahid bo'ldi. O'lib ketdi. U qazoqlar bilan bizning irtibotimiz qata bo'lib qoldi. Ular Qozog'istondan qayerdan kelganlarini aytdimi sizga? Yo'q, ular Qozog'istondan qayerdan kelganini menga aytgan emas. Men bilmabman. Lekin qozoq bo'lganlar. Qozoq bo'lganlari hatmi edi. Ko'p qozoq bor. Hali qozoqlar mana Tolqonda, Bag'londa ko'p kishilar bor. Men binhaysi bir mujohid bularni muqobiliga muqovamat qilib jihodga to'xtadim. Mujohid bo'ldim. Men taqriban 14 yil mutavotir urushlar bilan shu Afg'onistonga urushdim. Toki Afg'oniston ozod bo'ldi, urus Afg'onistondan xorij bo'ldi. Biz shu yerga o'lganimiz o'ldik, o'lmaganimiz shu yerga zindalik qilib qoldik. Men shu urushda Dashtqal'ani muhitiga, Ro'stoqqa rahbarligini men qilganman. Meni o'zimni qo'limda tagiga 1500 mujohidim bor edi. Vasoil to'pchi shu narsalarim ham bor edi. Taqriban 9 tayyorai jitlay vartolut u jiti ruslarni ham men shurga urganman, hali ham siniqlari shurga bor. Maryam, men Maryam Qazoqman, Qazoq Afg'onistonda Qazoqlardanman. Ha, men Qazoqlardan, Naymon Qazoqdan, O'rta Juzdanman, O'rta Juz ichidan Naymon Qazoqdanman. Prezidentimiz Qasim To'qayev Mirzodan, o'shanday vatandoshlar va boshqalardan istaymiz. Biz Qazoqlarda aldirsa o'ta yaxshi bo'ladi qo'y. Agarda o'rga borib bizni bolalarimiz o'z tilini o'rgansa, o'z tiliga yaxshilab o'qisa. Ya'ni siz Qozog'istonga o'sha bola chaqangiz uchun barg'ingiz keladi qo'y. O'slarni o'qitgingiz keladi, tilini o'rgansa deysiz, qozoq ekanini bilsa deysiz, ya. Siz жаңа Naymanmiz deb qoldingiz. Ata-babangiz Qozog'istonning qay aumag'idan, qay aymog'idan ko'chib kelganligini xabaringiz bor emasmi? Xabarim bor. Xabarim bor, o'ta yaxshi. Bizni atalarimiz Qozog'istonda u Arqajurt deydi ekan, hozir uni Qizilorda deydi, Jez Jazg'an. Maymonlardan. Jez Qazg'andan Arqajurt, Sararqa, Ana u yerda bizni atalarimiz, bizning akalarimiz o'rin kelgan. Mana taqriban bizga 400 yil bo'ladi. Ya endi bizning akalarimiz, bizning atalarimiz Rus'ning neslidan kelgan ekan bo'lgan. Qiynalgan, o'rga ruslar qismidan o'rislardan qismidan qarshib kelgan. Ana o'sha paytda biz mana Afg'onistonga o'tib, Afg'onistondan endi kelgan. Hozir Afg'onistonda o'ta ko'p qozoqlar yashaydi. Endi sizlar Qozog'istonga ko'chgingiz keladi. Umiddaman bizning prezidentimiz, qurmatli prezidentimiz Qasim-Jomart To'qayev o'sha sizlarning dardlaringizni, sizlarning munglaringizni eshitadi deb o'ylayman. Ол kisiga жетіп барады deb o'ylayman. Көмектесіп o'sha yoqdagi qozoqlarni Xudoy buyursa Qozog'istonga olib ketadi deb umidlanamiz. Xudoy сол kunga yetkazib, sizlarмен Qozog'istonda jollig'uni jasin inshaalloh. Sizlarga ulkan rahmat. Allah razı bo'lsin sizga.
Assalomu alaykum. Men otim Hoji Muhammad Naim, bobomning oti Hoji Momnazar. Bobomning bobosining oti Muhammad Ali, Muhammad Alining bobosining oti Begali, Begalining bobosining oti Muhammad Salom, Muhammad Salomning bobosining oti Nurali, Nuralining bobosining oti Boymat. Ana biz Qozoq bo'lamiz, O'rta Juzon qavmi Qo'ng'irotdan bo'lamiz. Bizni bobolarimiz Turkiston qalasi jangga qurgan degan o'rga yashaydi ekan. Жаңа Qo'rg'on degan yerdan kelgan ba? O'sha yerdan kelgan. Ne uchun Afg'onistonga kelgan ekan ata bobangiz? Avladi kelishini biz ham aniq bilmaymiz-ki, zamoni shu ruslar Qozog'istonga zulm qilgan ekan, o'sha. O'ruslar qozoqlarga zulm etgan кезде qashib kelgan ular, ya? Ya'ni shuni kecha qilgan. Bizni katta bobolarimiz shu Turkiston joyga o'sha yerga ikkitasini o'ldirgan ruslar. Ата бабаңыздың ішінде сіздің туыстарыңыздың екеуін орыстар өлтіріп тастаған, солай ма? Орыстар өлтірген. Ал сіз енді мына руыңызды қайдан білесіз? Руыңыз Қоңырат дедіңіз, иә? Біз руымыз Қоңырат болады. Қазақ 300, katta жүз, o'rta жүз, kishi жүз. Biz shunga shu nimamizga yozilganki, biz shu o'rta жүзден Qo'ng'irotmiz, o'rta жүзден. Қай жерге жазылған ол? Bir dokument bizni bobolarimizdan qolib ketgan. Bu dokument bizni bir inog'amizga, u inog'amiz Suudiga, u dokument sherga buni o'zi kelmasa, uni biz topolmaymiz. Vali dokument bor, kitob bor. Ko'p shavoidlar Qozog'istondan olib kelgan bizlarimizga bor. Qo'lingizda құжатыңызды көрсетсеңіз? Mana biz qozoqmiz, mana bu. Міне, арабша оқи алсаңыздар, мына жерінде көрсетейін, осы жерінде міне қазақ деп жазылып тұр, міне осы жерінде міне. Бұл атамыздың, ағамыздың қазақ екеніне 100% дәлел, міне құжатында жазылып тұр. Ал енді өзіңіздің қазір неше балаларыңыз бар? Мен шүкір 2 ayolым бар, 10 ұлым бар. 2 әйеліңіз, 10 балаңыз бар, иә? Неше қыз, неше ұл? 4 қызым бар, 10 ұлым бар. 4 қызыңыз, 10 ұлыңыз бар, 14 балаңыз бар, иә? 14 балам бар. Машаллах, керемет екен. Мен шүкір 9'dan uğurlan 20 tane neberem var. 20 nemереңіз бар? 20 neberem. 9'dan uğurlan. Керемет. 20 neberem var. 2 әйеліңізбен бірге тұрасыз ба? Juda. Бөлек тұрасыз, иә? Жақсы. Балаларыңыз оқыды ма? Bolalarımız hammasi Pontun o'qigan, Forig bo'lgan, Arbiy o'qigan, 3 tasi Arbiy o'qigan, askariyda o'qigan, askarlikda o'qigan, tamom qilgan. Ana toliblardan qochib ketgan, 2 tasi Eronga, 1 tasi Turkiyaga. Екеуі Иранда, біреуі Түркияда тұрады, иә? Енді сіз өзіңіз енді қазір Қазақстанға көшуге қалай қарайсыз? Көшкіңіз келеді ме балаларыңызбен бірге? Mana yerga men bir bog' savdopam 10 hektar yerda $1,80,000 xazina qilib, masraf qilib savdopam. Hukumat Qozog'iston aysaki, sen Qozog'iston borasanmi? Mana shu narsalarimni son mana shunday qilib betimni qaramayman. Faqat balalarimni qo'lidan olaman va harakat qilaman. Осы бауыңыздың бәрін тастап, егер Қазақстан үкіметі шақырса, кетіп қалуға дайынсыз, иә? Hozirmiz. Мына бақтарыңыз өте үлкен екен, тастап кете бересіз ба? Тастап кетемін, қарамаймын. Бұл енді қасыңызда отырған бала, немереңіз ба, өзіңіздің балаңыз ба бұл? Ұлым, майда ұлым. Кішкентай ұлыңыз. Кішкентай ұлым, майда ұлым. Екінші әйеліңіздің баласы шығар бұл, иә? Кіші әйеліңіздің баласы шығар. Иә, қазақша біле ма бұлар, қазақ екендерін біле ма? Қазақша biladi-ki, Qozoqchani bilmaydi. Men hatto meni o'zimni qarangki, biz o'z beylik darasiga yerga yashaganmiz. Ana biz Qozoqchani Xudo xohlasa borsak degan, uni va xayri qilib bir oy 2 oyga o'rganamiz. 1-2 ayda барсаңыздар үйреніп кетесіздер, иә? O'rganib ketamiz. Енді Қазақстан өте суық жер. Қазақстан естіген болсаңыз керек. Осы шетелден келген қазақтарды бізді негізінен солтүстік жаққа, яғни суық жаққа орналастырып жатыр. Егер сол суық жаққа апарса, тұрасың ба десе, тұрасыз ба, келесіз ба? Иә, тұрамыз. Неге тұрмаймыз? Shu Qozog'istonning tuprog'i bo'lsa, bizga farqi emas. Agar tog'da usti bo'lsa, agar Ostonani tog'ini usti, agar Turkiston, har joyga bo'lsa biz muhim emas. Biz shukr қай жерінде болса да барасыз. Тек Қазақстанға жетіп алсам болды дейсіз. Қазақстанға жетіп балаларды tahsil shu hukumat Qozog'istonga taslim qilsa, o'sha millatga, xalqqa xizmat qilsa, bizni orzumuz mana shu narsa. Boshqa qaysi orzum bor? Mana men 65 ga kiribman. Men bundan baqana maishat qila olaman, na qaysi dam ola olaman, na boshqa narsa degan. Mening manzurim shuki, mana shu bolalarni olib borsam, o'sha yerga borsa, dars o'qisa, maktab o'qisa, hali mening qizlarim
uchtasi Dovozoni xalos qilgan, ikkitasi ham Hofizi Qur'on. Agar hukumat Qozog'iston bizga yordamlik qilsa, mana shu qiz bolalarni o'sha yerga tilasa, u qilsa, biz dega nihoyat mamnunmiz. Жақсы. Iltimos qilamiz janobi raisi jamburdan janobi Qasım-Jomart To'qayev. Qosim-Jomart To'qayev va xususi parlamentdan nazorati xorijalaridan va biz agar elchi Qozog'istonga safaratga bizga murojaat qilamiz. Iltimos qilamizki, darvozani o'z uyimizga bog'lagan baylamasin. Жақсы. Яғни сіз өтінесіз Ауғанстандағы Қазақстан елшілігі сіздерге есігін ашсын. Яғни сіздерге көмектесін. Biz arzimizni aytaylik, biz dardimizni aytaylik. Bizni o'zbek deydi. Agar bizni qozoq qabul qilmaydi. Олар сізді өзбек деп қабыл етпей жатыр ма? Qabul etmaydi. Bizni o'zbek demasin. Bizning qalbimiz qozoq, ragimiz qozoq, xonimiz qozoq, o'zimiz qozoq. Magam o'zbek demasin. Өте үлкен рахмет сізге. Сау саламатта болыңыз. Өте жақын күндері. Құдай бұйырса Қазақстанда кездесеміз деп үміттенемін. Сау саламатта болыңыздар. Rahmat, katta rahmat sizdan. Достар, Ауғанстанда жүргенде тағы да Қазақстанда оқитын бір жігітпен кездесіп қалды. Сәлем. Қарамайсыз тәжірибе барша қазақ халқында менің аты-жөнім Карлук Асадолла. Осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде оқимын. Яғни менеджмент бөлімінде студентпін. Нешінші курста оқисыз? Бірінші курсым қазір екінші курсқа өттім. Қазір осы Фархар деген шақырымда, яғни қаласында саяхатқа келдіңіз, е? Өзіңіз қай жерде тұрасыз Ауғанстанның? Ауғанстанның осы Тахар облысында. Дешті қалада тұрасыз? Жақсы. Ол Дешті қала деген жерді қазақтар салған екен, соны білесіз ба? Білемін. Керемет. Қазақ халқына сәлем айтасыз ба? Баршаңызға сәлем. Жақсы. Алейкум салам. Сау болыңыз, саламат болыңыз.